Qadrli kitobxon, kitob javoningizga Abdurashid Normurodovning O'lim ko'z yosh to'kkanda kitobini tavsiya qilmoqchiman. Unda inson hayoti, taqdir sinovlari, g'am anduh, sabr, muhabbat va inson qadri haqida hikoya qilinadi. Kitobda o'lim mavzusi faqat qayg'u emas, balki hayotning qadrini bilish, har bir nafasning baxtini his qilishga da'vat sifatida ko'rsatiladi. Ikkinchi jahon urushida 10 millionlab odamlar halok bo'ldi. Muloqotda bu millionlab zalvarini sezmaysiz. Fashist zallotlari Sovet ittifoqini xuddi Yevropa davlatlarini ishg'ol qilgandek osongina bosib olamiz deb o'ylagandi. Ular kutgandek bo'lmadi. Xalq bir mushukka aylandi. Bundan talvasaga tushgan fashistlar alamini begunoh xalqdan oldilar. Ularni o'lim lagerlarida gaz bilan bo'g'ib o'ldirdilar. Krematoriyalarda yondirdilar. Yovuz jallodlar xotinlarining yovuzligi erlarnikidan ham vahshiyroq edi. Ular mahbuslar terisidan sovun qilib yuvishdi, sumka qilib ko'tarishdi, qo'lqop qilib kiyishdi. O'ldirilgan mahbuslar sochidan par-ko'rpalar qilib yotishdi. Odamning kuymay qolgan suyaklarini maydalashib, o'g'it qilib ishlatishdi. Dunyo tarixida bunday yovuzlik, bunday urush bo'lmagan. Bu urush birinchisi va so'nggisidir. Ana shu vahshiylarga qarshi odamlarimiz bir odamga aylanishib jang qildi va katta yo'qotishlar bilan bo'lsa-da g'alaba qozonishdi. Ana shu buyuk g'alabaga yetishguncha millionlab odamlarimiz halok bo'ldilar. Bu kitobda urush ko'rgan odamlarning urushning dahshatlari haqidagi front ortidagi xalqning og'ir qismatining tirik guvohlari o'z hikoyalari orqali so'zlab berishgan. Ularning hikoyalarini shunchaki o'qishning iloji yo'q. Ochlikdan bir tishlam non uchun o'g'rilik qilgan bolalar, so'ngra ayovsiz kaltaklangan, kasallikdan qarovsiz qolib o'lgan bolalar, kasal holida ishga chiqmagani uchun kaltaklangan ayollar, kunjirayib, shishib o'lgan oilalar. Bu hikoyalarni o'qir ekansiz, bu tinch kunlarga yetish uchun qanchadan qancha begunoh odamlar jon berganini beixtiyor ko'zingizni yoshlaydi. Kitobni o'qigan kitobxon beixtiyor, tinch, osoyishta, to'kin sochin yurtimizga benihoyat shukronalar aytadi. Kitobni o'qishni barcha yoshdagi kitobxonlarga tavsiya qilaman.